Siz oliy ma'lumotli mutaxassismisiz? Xorijiy kompaniyalar yoki mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan amaliy malaka va dori vositalarini tahlil qilish bo'yicha bilimlaringiz haqida ma'lumot talab qilinmoqdami? Ushbu ehtiyojlarni qondirish maqsadida 2019-yil 31-yanvardan boshlab Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazining dori vositalarini standartlash ilmiy markazida maxsus kurs faoliyat yuritmoqda. Markazning dori vositalarini nazorat qilish va standartlash laboratoriyasi yurtimizdagi eng zamonaviy jihozlangan laboratoriyalardan biri hisoblanadi. Kurs jarayonida malakali mutaxassislar ishtirokida dori vositalarining sifatini davlat farmakopeyasi va me'yoriy hujjatlar asosida fizik hamda kimyoviy tahlil usullari orqali o'rgatiladi. Maxsus kurs ishtirokchilari amaliy ko'nikmalarga ega bo'lib, farmatsevtika sohasida raqobatbardosh mutaxassis sifatida o'z faoliyatini davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Murojaat uchun telefonlar 71 kodi bilan 230 71 31, ichki raqam 106, 97lik kod bilan 005 0040.